muammo bo'layotgan Med konsultant klinikasi. Bugun masalaga bundan ham qiziqroq bo'lgan ma'lumotni berib o'tib ketaman. Bir joyga tabobat qirollari yig'ilayotganini bilarmidingiz? Kasalliklaringizni davosini topa olmayapsizmi? Aynan shu yerda kasalliklaringizni davosini topishingiz aniq. Videoni aynan kasalligi uchun topa olmayotgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Men esa oxirida narxini aytib o'taman. Prezidentimiz aytganlaridek, zamonaviy tibbiyot va tabobat bir-biriga hech qachon raqobatdosh bo'lmaydi. Ularni birlashtirib, xalqning muammosiga to'g'ri va samarali yechim berishimiz kerak. Doktorlar, sizlarni ham lutfan taklif qilamiz. Bu yerda qizg'in suhbat, foydali ma'lumotlar va fikr alishishlar bo'ladi. Sizning savollaringizga Sharq tabobat akademiki Mirzo Akbar Mirmuhammadiyev tashrif buyuradilar. Tabobat assotsiatsiyasi raisi Ro'zi Muhammad To'nazarov, Mamadali Saidixon Abduvahobovni, O'rol O'zbek Alijon Sattorov, Gulbahor Sattorovalar, Doniyor Azimov. O'zbekistondagi eng kuchli mutaxassislar bir joyga yig'ilmoqda. Savollaringizga albatta yechim olasiz. Narxi atiga 150 ming so'm, joylar juda ham kam. Hoziroq qoldirilgan raqamlarga chiqib, o'zingizni joylaringizni band qilib qo'ying.